Hop. Narxini taxmin qiling, Chilonzor 11-kvartal 19-dom. Qo'qnur Kazingan ro'parasida 2 xona 3-chi etaj, 4 etajga 1.5 balkon. Narxi ham shikaylat, joy ham shikaylat. Qo'qnur Kazingan ro'parasi bilasizlar, Chilonzor metroga yaqin, Jahon tillariga yaqin, yo'l-yuzda, Batasi bozorga yaqin eng yaxshi ko'rgan joylardan bittasi. Kirib kelish eshigi yaxshi turibdi, sanasiz razdelni boshdan bismillah deb boshladik. Bu yoqda zal. Bu yoqda spalnisi. Doğru emrosi zilyon zo'r joy. Spalnisini ko'rdik, zali. Bu yoqda oshxonasi. Hamma sharoiti bilan. Hamma narsa yaxshi turibdi. Uyda umuman hamma narsa yaxshi qo'yilgan. Balkon 1.5 uch, ofislar qilingan. Buni ham bu ketishda yana qanaqa sharoitlar qilib beramiz. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, taxmin qilingizda, где-то 79-80 o'rtasi bo'lsa kerak deb o'yladingiz. To'g'ri shunaqa narx sotishyapti. Shunaqa remontlari bilan. 79-80, 78, 77, 76 kerak emas. Alloh barakasini bersin. Yangi remont 75 mingga beraveramiz. Hamma narsasi qoladi, kalsiraz natasi beriladi.